Mana senga olam Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Matlubaxon. Labbay. Ana bu bemorlarni ma'lumotlarini xonamga olib kirib berasiz. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Nodira Xalilovna. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Bugun kayfiyatim a'lo. Xohlagan narsangizni so'rang. Voy Layloxon, yaxshimisiz? Rahmat. Zulfiya opa, rostdan ishdan ketdilarmi? Nima? Yolg'on deb o'yladingizmi? Pattasini qo'liga tutqizib yubordim. Dav bo'lsin. Yaxshi ish bo'lmabdi. Oxirgi paytlari ja bosar tusarini bilmay qolgandi. Aytgandek, Rustam akam ham uydan haydab yuboribdilar. Opa qiynalib qolar ekanlarda. Zulfiya opaning ishlarini kim qiladi endi? Hammani o'z vazifasi bo'lsa. Hozircha siz qilasiz. To boshqa xodim topgunimcha keyin topshirasiz. Men qila olmayman. Chunki men ishlarim ko'p, ulgurmayman. Mana bugun hech qaysi bemorga muolaja qilinmadi. Nimaga qilmadinglar? Qilinglar. Unda o'zingiz ham chiqib qarashing. Bugun ikkita hamshira ishga kelmagan. Qiynalib qolyapmiz. Buni iloji yo'q. Chunki men hozir vazirlikka, majlisga ketaman. Xullas, o'zingiz boshqosh bo'lib turing. Ish bo'yicha mana raqamga qilingchi. Ana. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, eshitaman. Ish bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Qanaqa ish? E'lon bergan ekansizlar-ku. Ha, e'lon bergandik. Qo'lingizdan nima ish keladi? Voy, qo'limdan hamma narsa keladi. Idish yuvish, pol artish, ofitsiantlik qilish kerak bo'lsa ham qilveraman. Yaxshi. Bizda 8 dan 8 gacha ish. Charchab qolmaysizmi? Ayyo, nega charchayman? Epliyman. Unaqada yaxshi opajon. Bugundan kela olasizmi? Menmi? Bugunmi? Hozir borsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, kelavering. Voy, xo'p, boraman. Bir savolim bor edi. Sizlar kunlik ish haqi to'laysizlarmi? Opajon, zaruriyatdan kelib chiqib kunlik yoki oylik. Siz kelavering, gaplashamiz. Mayli, rahmat. Hozir boraman. Xo'p. Borish kerak. Voy.